Hech qachon shunday bo'lganmi? Katta orzularing bor, lekin ularni amalga oshirishga energiyang yo'q. Ertaga qilaman deb o'ylaysan, lekin ertaga hech qachon kelmaydi. Katta ishlar qilging keladi, lekin boshlashning o'zi juda qiyin bo'lib tuyuladi. Kitob yozishni, sport bilan shug'ullanishni yoki yangi narsalarni o'rganishni o'ylaysan, lekin o'rniga telefonni varaqlaysan yoki televizor ko'rasan. Nega bunday bo'ladi? Bu seni butunlay dangasa bo'lib qolganingdan emas, vazifalarni haddan tashqari katta tuyulgani uchun shunday. Biron narsa juda qiyin bo'lib tuyulsa, miyang keling osonroq narsani qilaylik deydi. Yaxshi tomoni shundaki, buni tuzatish mumkin. Dangasalik sening kimliging emas, faqat bir odat xolos. Odatlar esa o'zgaradi. O'ylab ko'r, qancha marta maqsadlar juda katta bo'lgani uchun harakatsiz qolib ketgansan. Pul tejamoqchisan, lekin hamma narsani qisqartirish fikri juda og'ir tuyuladi. Yoki sog'lom bo'lmoqchisan, lekin har kuni yugurishni tasavvur qilishing o'zi charchatadi. Masala shundaki, sen beparvo emassan. Miyang og'riqdan qochishga, qulaylikni tanlashga dasturlangan. Katta vazifalar qo'rqinchli tuyuladi. Shuning uchun ularni kichik bo'laklarga ajrat. Masalan, kitob yozmoqchi bo'lsang, 200 sahifa haqida o'ylama. Bugun faqat bitta jumla yoz. Kichik qadamlar oson va seni o'zingni yaxshi his qildiradi. Bu tog'ga chiqishga o'xshaydi. Tepaga sakrab chiqa olmaysan. Bitta qadam, keyin yana bitta qadam. Maqsadlar bilan ham xuddi shunday. Kichik yutuqlar yig'ilib boradi. Yana bir misol, gitara chalishni o'rganmoqchisan. Bir kunda butun qo'shiqni o'rganishga urinma. Bugun faqat bitta akkord mashq qil. Vaqt o'tib, kichik sa'y-harakatlar katta natijaga aylanadi. Kalit mukammallik emas, progress. Ikkinchi qadam, oson rutinalar yarat. Faqat kuchli iroda bilan yurish qiyin, chunki iroda tugaydi. Rutinalar esa ishlarni avtomatik qiladi. Masalan, mashq qilmoqchi bo'lsang, sport kiyimlaringni yotog'ing yoniga qo'y. Ertalab uyg'onganda boshlash osonroq bo'ladi. Rutinani velosipedda yordamchi g'ildiraklar deb o'yla. Ular ishni yengillashtiradi, toki sen tabiiy o'rganib olmaguncha. Bugun qanday kichik rutina boshlaysan? Balki har tongda to-do list yozish yoki uyg'ongandan keyin bir stakan suv ichishdir. Bu kichik odatlar tuzilma yaratadi va harakatga kuch beradi. 3-qadam. 2 daqiqalik qoida, eng qiyin joy boshlash. Shuning uchun o'zingga faqat 2 daqiqa ishlayman deb va'da ber. Kitob o'qimoqchimisan? Birgina sahifa o'qi. Xonangni tozalamoqchimisan? Birgina burchakdan boshla. Boshlasang davom ettirish osonlashadi. Bu tepalikka to'pni birinchi itarishga o'xshaydi. Dastlab itarish qiyin, keyin o'zi dumalaydi. Bonus boshlaganingdan keyin o'zingni rag'batlantir. Masalan, sevimli qo'shig'ingni qo'y yoki qisqa tanaffus qil. Rag'bat boshlashni yoqimli qiladi va seni davom etishga ruhlantiradi. Haqiqat shuki, hamma kichikdan boshlagan. Sen qoyil qoladigan odamlar ham qiynalgan. Ular shunchaki davom etishgan. Mukammal bo'lish shart emas, faqat boshlash kerak. Orzularingni olov deb tasavvur qil. Hozir u kichkina uchqun. Har bir kichik harakating yoqilgan yoqilg'i qo'shaver. Tez orada katta alangaga aylanadi. Bugun o'sha uchqunni yoqish uchun nima qilasan? Esda tut, yiqilsa ham bo'ladi, hammada bo'ladi. Muhimi qayta turish, yana urinib ko'rish. Muvaffaqiyatsizlik bu muvaffaqiyatning aksi emas, yo'lning bir bo'lagi. Shuning uchun o'zingga mehribon bo'l va oldinga harakat qil. Kel soddalashtiramiz. Agar sen ambitsiyali lekin dangasa bo'lsang, qiladigan narsang birinchi, vazifalarni kichraytir, ikkinchi, rutina yarat, uchinchi, faqat 2 daqiqa bilan boshla. Tayyor. Mukammal lahzani kutma, hoziroq boshla. Bitta narsani tanla va bugun kichik qadam qo'y. Orzularing seni kutyapti. Borib ularni amalga oshir va shuni unutma. Mukammallik shart emas, muhimi davomiylik. Kichik muntazam harakatlar ulkan o'zgarishlar yaratadi. Lekin davomiylikka erishish uchun birinchi qadamni qo'yish kerak. Shuning uchun shu videoni ko'rgan bo'lsang, bugundan harakatni boshla. Xayr, kanalimizga obuna bo'ling.